Bu apparatda yana bitta qulayliklardan biri mana bu yerda Xbox Steam Deck degan apparat chiqqan. Steam Deckda ham bitta shu приложение bilan полный Steam Deckda hamma funksiyasini o'qiydi. PlayStation 3, PlayStation 1, PSP emulyator, PS2, PlayStation 2 yani. Yana Dendy. Bu yerda mana retro archni ichida Dendy, CGP'ga balobatlar hammasi bor. Dolphin, Nintendo Switch degan apparat chiqqan. Uni ham bitta funksiya bilan o'ldiradi. Butun Nintendo kompaniyasini bitta shu emulyator bilan o'ldiradi bu apparat. Ya'ni hamma Nintendo Switchda o'yinlarni o'qiydi. Nintendo DS, yana balobatlar hammasini o'qiydi. Mana bu yerda emudekda o'zini приложениялari ham bor. Nostalgiya o'yinlarida o'qiydi bu. Полный ham kompyuter sistema.